Men Ashurov O'rol bobo Yakkabog' tumani Attirmichi ko'chasi Jambil mahallasida 19-uyda yashayman. Ko'p yillardan beri tabrik bilan shug'ullanaman. Yuzlab odamlarni davolaganman. Meni tabriklik jarayonimda mana shu e, davleniya, keyin qandli diabet, yurak, buyrak, gemoroy kasalliklarga davo topadi. Jeniska kasallar ham bor. Undan keyin mana Tavfilar assotsiatsiyasi respublikadan yaqinda sertifikat olib keldim. Mana hozir meni huzurimda kelgan mana fuqaro davolanyapti mana. Ko'ringizlar. Xulosqalan mana olingizlar qani dorilardan 100 gram 100 gram iste'mol qilingizlar qani. Mana shu ko'rib turgan bemorlar mana shu meni nimamdan davolangan, shifo topishgan. Mana ko'pincha mana qandli diabet, undan keyin davleniya kasallarida, mana Hojibuva davleniya kasalida yaqinda davo topdilar. Mana o'zlari gapirsin. Haqiqatan men Ashurov Ishquvvat. Mana shu tabib buvoga kelib qon bosim yuqoriligidan nima qildim? Shikoyat qildim. Bu inson, bu odam mana shu suyuqlikdan bizga tayyorlab berdida bir haftada qon bosimni hammasi normal holatga keldi. Hozir o'zim juda yaxshi tetikman. Men Qosimov Xudoyberdi. Men ham shu Yakkabog'likman. Men O'rol akani masjidga namozga birga borib, mijozlardan, akalardan eshitib, shifo topayotganini eshitib, men ham bu kishiga murojaat qilganimda menga ham tabiiy damlamalardan qilingan giyohlardan iste'mol qilishimni taklif qildi va men shu nimadan tabiiy giyohlardan tayyorlangan sho'bosh ichimliklardan ichdim. Buyragim har zamonda sanchib, sal qisqandek yurardi. Doktorga ham borganimda haqiqatan buyragingizda ozroq shamollash bor, o'zgarish bor dedi. Men ham bir litrlardan ziyodroq ichib, Xudoga shukr, hozir buyraklarimda hech qanday asorat yo'q. Buyragim xuddi yosh yigitlarnikidayman, o'zim tetikman. Tabibdagi yo'llari haqiqatan ham tabiiy. Bu kishidan kelib uzoq-uzoqlardan ham mana shu xonadonlar, qamashilardan keladigan mijozlari ham bor, hamma shifo topib ketyapti. Bu insonda yaqinda mana shu tabiblar assotsiatsiyasidan olingan mana bu tabibligini tasdiqlovchi sertifikatlari ham mavjud. Haqiqatan bu odamda tabibligiga shak shubha yo'q. Haqiqatan tabiiy giyohlardan qilib tabibligi bor. Meni mana shu yurak, buyrak, qandli diabet, gemoroy kasalliklari bo'yicha xijolat chekmay kelyapsizlar. Bu arzimagan pul qilib qo'yibman. Pullaringiz bo'lmasa ham mayli davolab yuboraveraman men. Tabiiy malham. Tabiiy malham bular. Mening telefon nomerim 91lik 468 60 ga 40. Shu bo'yicha murojaat qilsalaringiz tayyorgarlik ko'raman. Har kuni uydaman. Bir kun oldin telefon qilishlaringizni so'rayman faqat. Kim bo'lsa, da'vatini tayyorlab qo'yaman uydan.